Mirjamol aka, nima operatsiya qilyapti? Bu operatsiyamizni hozir suyak ko'chirish operatsiyasi, ya'ni bu bemorimiz bizga Qozog'istondan kelganlar va yoshlarda lab, tangli operatsiyalar hammasi o'tkazib bo'lingan va o'sha alveolar o'sig'ida, suyakda yoriq mavjud bo'lib, o'sha yorig'ini hozir bartaraf etish maqsadida bunga suyak ko'chirib o'tkazish amaliyoti rejalashtirilgan va shuni hozir amalga oshiryapmiz. Hammalar tanga yorug'i bor bolalarda ham shunaqa qilinadimi? Yo'q, hammada qilinmaydi. Bu operatsiya o'zi lab tangli yorug'ini turiga qaraladi. Agar to'liq lab tangli yorug'i bo'lgan bo'lsa va alveolar o'sig'ida ham, suyak qismida ham, yuqori jag qismida yorug' mavjud bo'ladigan bo'lsa va bu o'sha o'zini yoshi yetganda 8-9 yoshlarda ortodontik davosini olib, o'sha yorug' hajmi kichraymas va tishlarni o'rniga qo'yishda qiyinchiliklar tug'dirsa, ortodont shifokorlarimiz bizga bu bemorni jo'natadiki, o'sha suyak qo'ydirib kelinglar, biz shu u joyga tishlarni surib joyga olib kelish yoki ba'zi holatlarda implant o'rnatish uchun osnova shakllantirishga jo'natishadi. Shuning uchun hamma bemorda ham qilinmaydi bu narsa. Bu faqatgina o'sha bemorga izbrichni, ya'ni kimga shu operatsiya kerak bo'lsa bajariladigan amaliyot.